o'tmoqchimiz. Takror aytmoqchiman, Lili brendi siz uchun omad kaliti shousini tashkillagan va har oyning 1 va 15 sanalarida ajoyib bo'lgan sovg'alar, sovrinlar sizni kutyapti va men bir qator sizni aynan 1-15 sanada bo'ladigan shoularimizda nimalar kutayotganini ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Demakki, Bodo mini elektromobili 1-sanada o'tkaziladigan shoumizda bosh sovrin sifatida qo'yilgan. Undan tashqari 10 ta qimmatbaho maishiy texnika va ko'plab qimmatbaho sovg'alar sizni kutyapti. Qanday qilib bu sovg'alarni men yutib olishim mumkin? Qanday qilib, voy, tasavvur qilyapsizmi? Elektromobili, siz elektromobil yutib olishingiz mumkin mana shu Lili brendiga qarashli mahsulotlarni xarid qilish orqali. Oddiy sharti ta'kidlab o'tganimizdek, har birida promokodlar bor. Siz promokodlarni botimizga yuborasiz. Qaysi botga, qayerdan topsam bo'ladi bu botni? Birorta joyda yozib qo'yasizlarmi desangiz, mana mahsulot ustida Telegram botlar yozilgan. Poisk orqali qidirasiz va promokodni kiritib, siz mana shu o'yinni, mana shu loyihaning ishtirokchisiga aylanasiz. Qarshi bo'lmasalar mahsulotni men joyiga qo'yib qo'yaman va ikkinchi yana bir ma'lumotni aytmoqchiman. Faqatgina bir marta yuborsam bo'ldimi? 5 ta yuborsam yoki 15 ta yuborsam, 25 ta yuborsam sal foydasi menga ko'proq bo'lmaydimi degan fikr ham hozir sizda tug'ilishi mumkin. To'g'ri. Agar siz promokodni ko'proq yuboradigan bo'lsangiz, albatta top 10 talikka kirish imkoniyati ham sizda bo'ladi va albatta mana shu top 10 talik jarayonlarida alohida taqdirlanadigan bizda jarayonlar bor. Ya'ni biz top 10 ta ishtirokchilarimizni alohida taqdirlaymiz. Ya'ni siz qanchalik ko'p bizga promokodlarni yuboradigan bo'lsangiz, sizni ballaringiz soni oshib boradi va bizda maxsus top 10 talikka kirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'sh. Ha. Hozir qo'shimcha ma'lumotlar bo'ladi. Efir paytida shunaqa menga qo'shimcha ma'lumotlar aytib turishsa, to'g'ri tushunasizlar. Mahsulotlarimiz 1000 so'm, 2000 so'm juda ham cho'ntakbop. Siz istalgancha xarid qilib, elektromobil tasavvur qilyapsiz, 1000 so'm, 2000 so'mlik mahsulotlarni xarid qilib, aynan siz elektromobil yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Ta'kidlab o'tganimdek, siz bizga promokodlarni kodini yuborish orqali ikki xil yo'nalishda taqdirlanish kutyapti. Birinchisi, random programmasida bizga shunchaki promokod yuborganlardan albatta aniqlaymiz. Ikkinchisi, bizda top 10 talik bor va aynan mana shu top 10 talikdan agar siz ko'proq promokodlar orqali reyting ballaringizni yuqori qilib borsangiz, sizni alohida aniq tasdiqlaydigan jarayonimiz ham bor. Ya'ni qancha promokod ko'p yuborilsa, sizning reytingingiz 340, 360, 520. Hozir bu jarayonda allaqachon nima deydi? Jadallik bilan raqobat kuchaygan ko'plab ishtirokchilarimiz allaqachon ko'plab promokodlarni yuborib, top 10 talikda yaxshigina raqobat sekin yuzaga kelyapti. Va shunaqa ma'lumotlar, do'stlar, o'zi aslida efirimiz birinchi sanada bo'lishi kerak edi. Bo'ladi ham. Reja bo'yicha aniq o'tkazishimiz kutilyapti. 15-sentyabr, 1-oktyabr, ya'ni oyning 2 ta sanasida o'tkazib kelishni reja qilganmiz. Lekin nima uchun biz bugun 7-avgust kuni dabdurustdan Lili brendi efirga chiqdi? Nima uchun o'zi hali 1-sentyabr kelmadi degan savollarga sizni qiziqtirsa, biz bugun shunchaki sizni xursand qilish uchun 1-avgustdan 7-avgustga qadar bizda mahsulot xarid qilgan ko'plab, demak, ishtirokchilar promokod yuborganlarga aynan mana shu Redmi telefonlarini o'ynaymiz. Redmi 15S. Menimcha Redmi eng pishiq, eng mustahkam, quvvati ham uzoqqa yetadigan, xalqchil tilda aytganda ro'zg'orbob telefon hisoblanadi. Menimcha hamma maza qilib buni ishlatsa kerak. Bunaqa telefonlar soni bizda 3 ta, ya'ni bugungi efir davomida 3 ta telefonni chiroyli qilib birgalikda topshiramiz. Lili brendi sizlarni xursand qiladi. Yana ma'lumotlar ko'p. Yana bildirishda davom etamiz, yana aytishda davom etamiz. Hozir esa menimcha randomni ishga tushirib, 1, 2, 3 g'oliblarimizni aniqlashni boshlaymiz. Ma'lum qilishlaricha bizga telefon raqamlarini ham berishadi, telefon raqamlari ham ekranda ko'rinadi va biz to'g'ridan-to'g'ri efirda ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Men tayyorman. Agar randomni ishga tushirish imkoniyati bo'yicha texnik tayyorgarliklar nihoyasiga yetgan bo'lsa boshlayman. Bu ko'rinadi efirda, hammaga ko'rinadi.
Men bundan xursandman. Siz ham agar randomni to'g'ridan-to'g'ri ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yaxshi. Chunki halol, shaffof, adolatli, hech qanday ko'zbo'yamachilik yoki bo'lmasa kimnidir aldash holatlari bo'lmaydi. Random nimaligini siz yaxshi bilasiz. Bilmasangiz aytib o'tmoqchiman. Bu elektron g'oliblarni aniqlash tizimi. Bu zamonaviy lotereyalarda keng qamrovda foydalanish ommalashgan jarayon hisoblanadi. Bu ishtirokchilar soni 2641 ta ishtirokchilar soni bor. Xo'p, g'olib 3 ta. 2641 ta ishtirokchini ichidan hozir biz random orqali aniqlaymiz. Random bizga balki 870-ishtirokchini chiqarib berar, balki 113, balki 1747-ishtirokchini chiqarib berar. Buni bilmaymiz, buni vaqt ko'rsatadi. Random eng ishonchli manba, bu texnika, bunga hech qanday sun'iy ta'sirlar o'tkazib bo'lmaydi, ayniqsa jarayon davomida u istalgan raqamni tanlash mumkin. Bu istalgan raqam esa sizniki bo'lishi mumkin. Mirzohdagi demak birinchi g'olibni aniqlaymiz. G'olibimizning telefonlari demak Redmi 1, 2, 3 randomni ishga tushirishga tayyormiz. Kuzatamiz. Marhamat. Random bizga ko'rsatadigan raqamni hozir ko'ramiz. Chiqdimi raqam? Xo'p. Chiqdi, adashmasam. Ko'rindimi? Xo'p, yaxshi. 94li. Bizda birinchi g'olib aniqlanyapti. Ularning qanaqadir kodi yoki raqami ko'rindimi hozir bizga? Demak, bizda birinchi g'olibimiz aniqlandi. Faqat telefon nomerlari Farg'onadan chiqdi birinchi g'olibimiz. Farg'onadan. Bir daqiqa mana sal yaqinroqdan ko'ring. Tushunarli. Hurmatli do'stlar, demak hozir bizda birinchi g'olibimizni aniqladik. Qandaydir sifr raqamlari menga ko'rinmadi, lekin telefon nomerlari va Farg'onadan ekanliklari aniqlandi. Kelinglar telefon qilamiz. Xo'p. Raqamlarni ayting bo'lmasa. 94li 042 0093 94li 042 0093 Lili brendi tomonidan mahsulot xarid qilgan va kodlarni bizga yuborgan birinchi ishtirokchimiz Redmi yutib olyaptilar. Qanaqa yoqimli xabar. Abonent apparati o'chirilgan. Xo'p. Biz yana bir bor bog'lanib ko'ramiz. 94li 042 0093 ularning telefon raqamlari ochiq ko'rsatyapti. Abonent band. Abonent band. Redmi telefon yutganini eshitib qoldilar shekilli. Yana bir marta bog'lanishga harakat ko'ramiz hozir. Abonent band. Iltimos. Xo'p, 3 marta qo'ng'iroq qilib ko'rdim. O'zi qoidasi bo'yicha, reja bo'yicha 3 marta bog'lanishimiz kerak bo'ladi, lekin mayli shu inson hurmati uchun men 4-marta bitta telefon qilib ko'raman. Agar yana bog'lana olmasak, Redmi'ning keyingi egasini aniqlashda davom etamiz. Qani omadlari bormikin? Abonent apparati o'chirilgan yoki Abonent apparati o'chirilganligi sababli biz Redmi'ni boshqa ishtirokchiga berishga qaror qildik. Bizi texnik yordam Mirzohdagi marhamat randomni yana bir bor ko'rsatamiz va biz yana 2600 nechta ham ishtirokchining ichidan keyingi g'olibimiz, keyingi g'olib emas, o'zi birinchi g'olib aslida boshqatdan aniqlab ko'ramiz. Bizga Instagram obunachilarimizga shu ekranimizni ham ko'rsating. 2641 ta. Hozir kadrda ko'rinmayapti, nima? Xo'p, men yaqinroq boray ozgina. Xo'p, demak 2641 ta smartfon Redmi 15 aylantiramiz, ketdik. Lili brendi tomonidan biz
Redmi telefon egasini hozir aniqlab olamiz. Yo'ldoshev. Gap bo'lishi mumkin emas. Ismlarini o'qiy oldim. Yo'ldoshev. Surxondaryo ko'rinyapti. Men telefon nomerlarini shaxsan o'zim yozib olaman. Xo'p, 97 960 0660 bo'ldi. Meni kadrda ko'rsatinglar. Biz hozir Surxondaryo Yo'ldoshev, balki Yo'ldoshali Yo'ldoshev, Yo'lbarsbekdir, Yigitalidir. Hozir o'zlari bilan tanishamiz. Lekin Surxondaryodan ekanliklari aniq. Qizil dezdilar betimga. 97 960 0660 Surxondaryo lokatsiya ko'rsatyapti. Familiyalari Yo'ldoshev. Oling. Sizga Redmi yutdingiz deb qilyapman, jon aka. Bu nimadan dalolat berish mumkin? Nima deb o'ylaysizlar? Qizillab qo'yaptilar. Bugun hech kim Redmi yutgisi kelmayapti. Shu bittasini o'zim olib ketaman oxiri. Yoki shu yerdagilar bilan bo'lishib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Sizga yaxshi xabarlar aytaman deb telefon qilyapman, qizilni bosib qo'yapsiz. Aka, bir muxlisingizman aka, men buncha tayladim aka. Voy, mashalloh. Hozir efirni ko'ryapsiz-da, eng qizig'i. Men yutdim deb to'xtayib turgan deganlar o'chib tashlayapman akajon. Tabriklaymiz. Hozir efirdan qilyapman sizga, to'g'ridan-to'g'ri efirdan. Ko'ryapsiz-da meni efirda hozir, a? Aka, shuncha o'chib tashlayapman men. Gap bo'lishi emas. Yo'ldoshev, ismingiz nima? Yoqubjon. Ha? Yoqubjon. Yoqubjon, Yo'ldoshev Yoqubjon, Surxondaryo qayeridan? Qayer? Qiziriq. Qiziriq tumani, Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidan. Yoqubjon aka, sizni tabriklayman. Mana shu agar meni hozir efirda ko'rib turgan bo'lsangiz, Lili brendi tomonidan 1-dan 7-avgustgacha mahsulotlarimizni olib promokodlarni jo'natganlar orasida bo'lgan ekansiz. Redmi telefonlar muborak bo'lsin aka, tabriklaymiz. Qutlug' bo'lsin. Rahmat. Endi sizga bu men o'zim shaxsiy nomerim. Sizga o'z operatorlarimiz bog'lanishadi. Gaplashasiz va buni pochtadan jo'natib yuborasizlar, taksidan men bu tashkilotchilarimiz masalasi Surxondaryoga yuboramiz. Qo'limda turibdi bu narsa. Men o'zim hozir Farg'onada turibman. Sizga yetkazamiz. Uzr aka, boslasdan nima, kim chiqsa ham ko'tarmay efirda ko'rib o'tirdim. Ha, men telyapti. Rahmat, olib qo'ying mana. Olib qo'ying. Bittasini olib qo'yasiz. Yoqubjon aka, tabriklaymiz. Rahmat aka. Xayrli bo'lsin. Lili brendidan mahsulotlarni xarid qilishda davom eting. Muborak bo'lsin. Rahmat. Surxondaryo. Birinchi Redmi Surxondaryo, demak, Qiziriq tumaniga yo'l oldi. Yoqubjon akani tabriklaymiz. Ismlarini topa olmadim. Yerga ketadigan hamma ismni aytib ko'rdim, lekin Yo'ldoshev Yoqubjon aka bizni birinchi Redmi egasiga aylandi. Tabriklaymiz. Yana Instagramimizni monitorga qaratib berasiz do'stim va biz hozir ayni fursatlardan boshlab ikkinchi Redmi egasini aniqlaymiz. Ketdik. Smartfon Redmi 15, zo'r telefon. Ketdik. Mehriniso. Qanaqa chiroyli ism. Mehriniso Surxondaryo. Nima bugun surxondaryoliklar kelishib olishganmi? Redmining hammasini Farg'onadan yutib olamiz deb kelishib olishgan chog'i Mehriniso bugun bizda ikkinchi g'olibga aylanyaptilar. Men raqamlarini o'zim terasim. Bo'ldi, terib bering menga. Xo'p. Iltimos. Kadrda ko'rsatasiz mana. Mehriniso Surxondaryo ikkinchi Redmi egasi. Aytib qo'ying. Mabodo telefon qilamiz, olmasalang boshqa odamga beramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nima deysiz? Yaxshimisiz? Salom beryapman. Assalomu alaykum. Alaykum, zo'rmisiz, yaxshimisiz? Rahmat. Sizga bir yaxshi xabar bilan telefon qilyapman. Lili brendidan bironasi olganmidingiz? Chipsmi, qurutmi, suvmi?
Chiqishligini olganman bir korobka. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima qildingiz? Tashladim. Promokoddan yubordingiz. Qaysi chisloda? O 55 ta. Erinmasdan 55 ta yubordingizmi? Erinmay 4 kun tashladim. Ko'zlarim og'rib. Voy, Mehriddin, tabriklaymiz. Redmi yutib olyapsiz. Redmi telefonlarini muborak bo'lsin. Olqishlar bo'lsin. Efir ko'ryapsizmi, hozir ko'rmayapsizmi? To'g'risini ayting. Hozir ko'rganim ismidan bo'lib qoldim, lekin 9:00 da ko'rishaman deb nima qildim? Hozir siz telefon qilib aytdingiz. Ana o'sha efirda olib borayotgan men Hoji Akbarman, Farg'onadan telefon qilyapman. Surxondaryo qayerdansiz? Surxondaryo Oltinsoy Zaynab mahallasidanman. Qiziriq yaqinmi sizga? Qiziriq degan joy yaqinmi yo uzoqroqmi? Qiziriq 2 soatlik yo'lda bizgacha. 2 soatlik yo'l. Bizda Farg'onadan Qo'qongacha bo'lgan yo'l ekanda, xuddi hozir Qiziriqdan bitta viloyat doshit yutib oldilar. Surxondaryoliklar omadli kelyapti. Lili brendidan ikkinchi Redmi yutib olyapsa, buning bilan sizlarni muborakbod etamiz, tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat. Siz bilan bog'lanishadi operatorlarimiz. Sizga nasib qilsa yetkazib berishadi. Lili brendida mahsulotlarni takror xarid qilishda davom eting. Men sizni sog'lom yutib olganingiz bilan tabriklayman. Uydagilar hammalarni tabriklab qo'ying. Rahmat sizlarga ham. Surxondaryo, nimalar qilyapsizlar bugun, ha? Ikkinchi telefonni ham yutib oldilar. Bir vodiyga adashib chiqsinmi yo Toshkent yutadimi bugun? Xullas, bizda telefonlar soni bitta qoldi. Aziz do'stlar, yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchimiz. Lili brendi ko'rib turganingizdek omad kaliti show dasturini ishga tushirgan va siz aynan mana shu show dasturida ishtirok etishingiz uchun juda ham oddiy sababni qilishingiz kerak bo'ladi. Kadrda ko'ryapman, mana. Oddiy sababni qilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni Lili brendi 1000 so'm, 2000 so'm turadi. Juda ham arzon, cho'ntak bob desak ham bo'ladi. Bundan qancha ko'p olsangiz ham cho'ntagingizga bilinmaydi. 1000 so'm, 2000 so'm turadi. Mana shu Lili brendi mahsulotlari, chipslari bor, suvlari bor. Demak, hamma turdagi mahsulotlari bor. Shu mahsulotni siz xarid qilasiz. Albatta xarid qiling. Birinchi o'rinda O'zbekistondagi hamma savdo markazlarida, savdo do'konlarida, hatto kichkinagina rastalar bo'ladi-yu. O'shaqa rastalarda ham topiladi Lili brendidan va albatta siz bu mahsulotni olganingizdan so'ng mana bu yerda promokodlar bo'ladi. To'sib qo'yilgan, xuddi lotereyada o'chiradigan joyi bo'lardi-yu. Bilasiz, hammamiz bilamiz, lotereyada o'chiradigan joyi bo'ladi. Xuddi shunaqa lotereyaga o'xshagan o'chiradigan joyi bor. Shunda o'chirasiz, tagidan raqam chiqadi. Nechta raqam chiqadi misol uchun? 7 ta 8 ta raqam chiqadi. Siz o'sha raqamlarni o'chirib, bu yerda bot bor. O'sha Lili brendining Telegram botlari bor. Botga yuborasiz. Keyin siz loyihamizning ishtirokchisiga aylanasiz. Bitta mahsulot promokodni yuborasiz. Undan tashqari asosiy jarayonlar, ya'ni asosiy sovg'a beradigan tadbirlarimiz eslab qoling. Oyni 1 va 15 sanalarda qilishni reja qilganmiz. Bugungi efir bo'lsa, shunchaki sizlarni xursand qilish, rag'batlantirish uchun 1dan 7gacha Lili brendi mahsulotlarini xarid qilgan, demak, ishtirokchilarga buni biz sovg'a sifatida beryapmiz. Sovg'a ham nima, oddiy narsa emas. 3 tadan Redmi yaxshi telefonlarni sovg'a qilyapmiz. Agar siz 1dan 7gacha promokod yuborgan bo'lsangiz, randomimizda chiqib qolasiz. 2641 tami ishtirok etyapti. Hozircha ikkitasini Surxondaryoga berdik. Bizda bitta telefon bor. Ya'ni to'pontalik haqida ham alohida ma'lumot bermoqchiman. Siz Lili brendining chipslardan, qurtlardan, suvlardan, mahsulotlardan xarid qilib qancha ko'p bizga promokodni yuboradigan bo'lsangiz, top 10 talikka kirish imkoniyatingiz bo'ladi. Top 10 talik nima? Bu yerda alohida ballar sistemasi shakllangan, ya'ni siz mana shu ballar sistemasida reytingingizni yuboradigan promokodlaringizni soniga qarab oshirib borasiz. Misol 20 ta yuborsangiz, 20 ta ball bo'ladi, 57 ta yuborsangiz, 57 ta bo'ladi. Hozircha 10 talik allaqachon shakllangan musobaqa davom etmoqda va 1-sentyabr kuni biz top 10 talikni ham alohida chiroyli qilib taqdirlab olamiz. Undan tashqari umumiy promokod yuborganlarga 10 tadan oshiq qimmatbaho maishiy texnika vositalari va elektromobilni ham va'da qilyapmiz. Demak, hozir efirimizni eng kulminatsion nuqtasiga yaqinlashamiz. Random efirda kadrda Redmi 2 ta Surxondaryo va hozir menga juda ham qiziqarli 3-telefon qaysi viloyatga ketarkin. Ketdik Mirzohid aka, qo'lingiz yengil kelsin. Qani? Bizda 3 ta nuqtali nik egasi bor ekan. 3 ta nuqta.
Uchta nuqta qayer? Namangan. Hozir aytib turgandim, hozir aytib turgandim. Adashib vodiyga ketib qolarmikin, deb turgandim. Namangan bizda hozir 3-Redmi egasi aytib qo'ying. Aytib qo'yman, efirda aytgan gaplarim ko'p bo'lib ketadi, lekin shunga yaxshi gapirib turaverasiz. Hozir men aytib turdim, Namangan vodiyga ketib qolsami yo Toshkentmi deb turgandim. Mana Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Opa, yaxshimisiz? Rahmat ya. Bir yaxshi xabarlar, yaxshi yangiliklar aytay deb sizga telefon qilyapman-da. Yaxshi. Shunday xursand bo'lasiz-da hozir. Lili brendidan nima sotib olgandingiz? Lili degan mahsulotlar nimasini sotib olgandingiz? Bolalarım krishki nimadir sotib olgandi. Keyin nima qildingiz? Uni ko'zini jo'natdik, qiziqib. Nechta jo'natdingiz? Bir dona. Bir dona jo'natdingiz xolosmi? Shu bitta ko'proq jo'natganingizda yutardingiz-da. Nima yetardi ya? Ko'p mashina yutishingiz mumkin, telefon yutishingiz mumkin edi. Hozir bitta jo'natibsiz, bu yuqi bo'lmaydi-da bir donasi. Shunga hozir o'ylanib sizga telefon qildik, nima bo'ladi bir dona deb. Xursand qilyapsangiz, bir telefon yutib olmamdimmi? Mayli, bir dona ham o'tadi. Siz Lili brendidan Redmi telefonlarini yutib olyapsiz. Bitta olqishlar bo'lsin. Siz bilan tanishib olaman. Qayerdansiz? Ismingiz nima? Namangandanmi? Namangan qayeridan? Namangan ham katta joy. Toshbuloqdan, Namanganning Toshbuloqdan. Ismingiz? Arofatxon opa, 3 ta g'olib aniqladik bizda. Ikkitasi Surxondaryodan chiqdi. Uchinchisi Vodiy deb taxmin qilib turdik, rostdan ham Vodiy bo'ldi. Namanganga Redmi telefonimiz yo'l olyapti. O'zi qanaqa telefon ishlatasiz? Redmi ishlataman-da. Ana Hasan qilib ishlatib yurasiz. Yo'q, endi buni turmush o'rtog'ingizga, o'g'lingizga, farzandingizga yoki asha Lili chipslarni olgan farzandingizga sovg'a qilishingiz mumkin. Tabriklaymiz. Endi mana shu telefon egalari, operatorlarimiz bog'lanishadi siz bilan. Chiroyli qilib topshiramiz, xudo xolasa. Tabriklaymiz. Lili bilga sodiq bo'ling, ko'p mahsulotlarimizni xarid qiling. Hozir yana sovg'a bormi? Yana bitta 4-telefon bormi? Voy. Buni menga bersalar bo'lmaydi. Qaranglar, hozir bizda yaxshi yangilik bo'lyapti. Demak, rahbariyat rosa ruhlanib ketdi, xursand bo'lib ketdi. Ya'ni sizlarning emotsiyalaringdan, sizlarning xursandchiliklaringdan. Men bitta narsani takror aytyapman. Bu sovg'alar, bu loyihalar hammasi mijozlar uchun, sizlar uchun, Lili brendini tanlaganlaring uchun aynan mana shunday telefonlar, mashina qo'yishyapti. Ko'ryapsizlarmi? Agar siz Lili brendi mahsulotlarini xarid qiladigan bo'lsangiz, 1-sentyabr kuni avtomobil yutib olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun faollashamiz. Ertadan do'konga chiqamiz. Bolalarni bog'chaga olib ketayotganda shuni qo'liga olib bersangiz, xursand bo'lib ketadi yoki keladi. Yoki bo'lmasa uyga ketayotganingizda shu mahsulotlarni oling. Hamma do'konda bor. Farg'ona, Marg'ilon, Toshkent, Qo'qon, Surxondaryo, Nukus, Samarqand hamma joyda Lili bormi deysiz? Chipsimi, qurutimi, suvlarimi hammasidan topsa bo'ladi. Olganingizdan keyin mana aytib o'tgandek promokodlari bor. Promokodlarini o'chirib bizga jo'nating va omadli ishtirokchiga aylaning. Halol, shaffof bo'layapti. Ko'ryapsizlar, odamlarning emotsiyalari ham to'g'ridan-to'g'ri efirda shunchaki chiqyapti, bittada yutishyapti. Rejadan tashqari Redmi qo'yilyapti bizda. Namangan, 2 ta Surxondaryo. 4-sini aniqlagan ketdik. Efirga qarating. Marhamat. Xo'p, Mirzoqtaka ismli bir akamiz super operator, super montajchi. Mana hozir qo'lingiz yengil kelsin Mirzoqtaka. Nima bo'lar ekan? Kimi taqdirini hal qilar ekanmiz hozir? Ketdi. Bizda sabr qilib oxiri sabr nikli ishtirokchimiz yana bir Redmi'da Namanganga olib ketadilar. Qoyil qolish kerak. Bugun demak Surxondaryo bilan Namangan viloyati ishtirokchilari, muxlislarimiz kelishib olishgan shekilli 4-si ham mana Namanganga yo'l olyapti. Menga telefon qilib berasizlar. Hech bo'lmasa bittasini Farg'onaga chiqaraylik degandim, bo'lmadi baribir. Ikkinchi ham Namanganga yo'l olyapti. Xo'p, Telegramda niklari Sabr ekan.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzr kechiktirganda men sizni bezovta qildim. Bir yaxshi xabar bilan telefon qilyapman. Yaxshi xabarimni eshitishga tayyormisiz? Tayyorim. Lili brendidan nima olgandingiz? Lili mahsulotlar, chips, suv qurtlaridan nima olgandingiz? Yo'q, anaqa olgandim. Nima edi? Kirish olgandim. Kireshki. Hadi o'sh chipslarimizdan, mahsulotlarimizdan. Gap bo'lishiga emas. Keyin nima qildingiz? Jo'natdim. Jo'natdingiz. Nechta jo'natdingiz? Bilmaman işte. Ha? Bilmaman 20 ta. 20 ta erinmasdan 20 ta jo'natdingiz. Sabr qilib jo'natibsiz. 20 tadan sabr qilib jo'natgan ekansiz. Hozir siz jonli efirda hammasi eshitib turibdi. Redmi telefonini yutib olyapsiz. Bitta olqishlar bo'lsin. Tabriklayman. Xursandmisiz? Albatta. Xursanga o'xshamayapsiz-ku. Yo'q, uxlayotganmidingiz? Yo'q, xursandman. Uyquda uyg'ongan odamdek gaplashyapsiz. Chunki men siz uxlayotgan bo'lsangiz, men sizni bezovta qildim, uyg'otib yubordim deb o'ylayapman. Yo'q. Yaxshi. Qanaqa telefon ishlatardingiz o'zi? O'zim Redmi ishlataman. Redmi. Ana sizga ana Hasan ikkinchi Redmi. Sizdan oldin yutib olgan ishtirokchimiz ham Namanganlik ishtirokchi ekan. Siz Namanganni qayerdansiz? Namangan shahar. Namangan shahar. Mikrorayonlari bor-a, Namangan shahar ham katta joyi. Ha. Tabriklaymiz. Namangan shahridan. Ismingiz kim? Muqaddas. Kim? Muqaddas. Muqaddasxon opa, tabriklayman. Lili brendidan yana mahsulot oling. Ko'zini ko'proq jo'nating. 1-sentyabr kuni mashina o'ynayapmiz. Elektromobil yutib olasiz. Endi 20 ta jo'natgan ekansiz. Bu safar bir 400 ta jo'natib ko'ring-da. Siz bilan 1-sentyabr kuni mashina yutdingiz deb gaplashamiz nasib qilsa. Kelishuvdik-ku? Askerimizga. Rahmat. Mana shu telefonda egalari, operatorlar bog'lanishadi, sizga sovg'ani yetkazishadi. Xo'p, rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. 8dan 15gacha o'yinlar. 8-dan 15gacha. Xo'p, demak, mana hozir juda yaxshi ma'lumot. 8-avgustdan 15-avgustgacha bo'lgan jarayonda siz ya'ni kunlar ichida demak, mahsulotlarni olib promokod yuboradigan bo'lsangiz, xuddi mana shunday katta shoular oldidan, katta konkurslar, ya'ni 1-sentyabr arafasi, hali 1-sentyabr kuni mashina o'ynaydigan efirimiz alohida. Uni arafasi sizlarni xursand qilish uchun shunaqa telefonlarni o'ynar ekanmiz. Necha dedingiz? 8-avgustdan 15-avgust, ya'ni ertadan. Ertalab turib siz borib do'kondan mahsulotlarni xarid qilasiz. 15gacha vaqtingiz bor va efir ham 15-kuni. Efir ham 15-kuni 21:00 da xuddi shunaqa qilib chiqib, sizlar bilan gaplashib, muloqot qilib, sovg'alarni topshiramiz. Yana Redmi beramiz, yana Redmi. Hozir bular iPhone qo'yib yuborishmasa bo'ldi. Xursand bo'lib o'tirishdi bu yerda hozir egalar bilan birga efir o'tkazyapmiz. Albatta, bular hamma mana shu tashkilotchilar, brend rahbarlarining maqsadi bitta sizlarni xursand qilish, sizlarni mamnun qilish. Sizlar ham faol bo'linglar, aktiv bo'linglar, promokodlarni ko'p yuboringlar. Ko'ryapsizlar, kimdir bitta jo'natgan, kimdir 50 ta jo'natgan, xullas, nechta jo'natsangiz ham omadingiz kelib qolsa, telefon, bir narsalar, yaxshi yutuqlarni yutib olishingiz mumkin. Yakunlatsak bo'ladi. Demak, do'stlar, bizni efirimiz nihoyasiga yetayotganini ma'lum qilib o'tmoqchimiz. Instagramda, Telegramda bizni diqqat bilan ko'rib borganingiz uchun rahmat. Lili brendiga sodiqligingiz uchun, mijozligingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Sizga har doim yaxshi mahsulotlar tayyorlab, sifatli mahsulotlar tayyorlab, quvonchingizga sabab bo'ladigan daqiqalarda hamroh bo'lishimizdan juda ham umidvormiz va albatta bizga yaqindan ko'mak bergan texnik xodimlar, rahbariyat, tashkilotchilar hammalarga muxlislar, mijozlar nomidan minnatdorlik bildiramiz. Ta'kidlab o'taman, efir so'ngida yana bir bor mahsulotlarimizni ko'p xarid qiling. Promokodlar har birida bor. Bot orqali yuboring. Sizni mashinadan tortib ko'plab qimmatbaho sovg'alar kutyapti. Jonli efirda randomda aniqlab, demak, beramiz. Sizlar bilan Hoji Akbar Jabborov bo'ldi, boshlovchi, va albatta efirni yakunlayman. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha.